Sizningcha qaysi jangchi Prime davrida kuchliroq? Arman Tsarukyan yoki Justin Gaethje? Prime davrida hali Tsarukyan Prime'ga chiqmadi-yu, mayli Tsarukyanga avans beraylik. Arman Tsarukyan yoki Justin Poirier? Prime'da Poirier. Poirier yoki Michael Chandler? Poirier. Poirier yoki Dan Hooker? Poirier albatta. Poirier yoki Max Holloway? Ular o'rtasidagi o'zaro hisob 2-1 Poirier foydasiga. Poirier yoki Conor McGregor? Bu yerda paradoks, Poirier Conorni 2 marta yutgan, Conor 1 marta yutgan, lekin Prime'da Conor deyman. Conor yoki BJ Penn? Conor. Conor yoki Eddie Alvarez? Conor. Conor yoki Nate Diaz? Conor. Conor yoki Tony Ferguson? Conor. Conor yoki Anthony Pettis? Conor. Conor yoki Edson Barboza? McGregor albatta, boshqa daraja. Conor yoki Charles Oliveira? McGregor. Conor yoki Ilya Topuria? McGregor. Conor yoki Islam Makhachev? Islam Makhachev. Islam Makhachev yoki Habib Nurmagomedov? Juda ham qiyin savol. Afsonaviylik bo'yicha Habib, ikkita vazn toifasida chempion Islam, ko'rimlilik bo'yicha Islam, dominantlik bo'yicha Habib. Yana qaysi xususiyatni solishtirsak g'olib aniqlanadi bilmadim-u. Birinchi bo'lgani uchun Habib.